Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Asaka tumaniga olib kelib ustanovka qilib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi bu darvozamiz. Eniga 3,5 metr, bo'yiga 3,60 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. 1 kvadrat metrdan 900 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berildi. Darvozamizni materiallari bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, stoykalariga kelsak, stoykalari 12 ga 8 profil bo'ldi. 2,1 stenada profillarimiz stenasi, tagi shiviller, 10 lik shiviller bo'ldi. Ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5 lik stena, listlari 2 lik listda bo'ldi. Xudo xohlasa juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi bu darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Do'ppilarini tilloran qilib, ruchkasiga qora nejvenkadan qo'yildi. Zamoglari, zamok, xudo xohlasa ancha yil xizmat qilib beradi. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, ana orqa holatlari. Orqa holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Orqalari ham plotniy bo'lib, mana tekis, juda chiroyli holatda o'rnadi darvozamiz. Zamoglari to'g'ridan o'tadigan zubur zamok, 5 takalikli zubur zamokdan bog'lasa, zamoklarimiz ham yaxshi xizmat qilyapti. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimiz xudo xohlasa birinchilardan borib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib boramiz. Doim kuzatib boringlar. Hurmatli aka-ukalar, doim sog' bo'linglar, salomat bo'ling.